Shohida. Shohida. Ha, dadasi, nima bo'ldi? Dadasi, turing. Nima bo'ldi, yuragingizmi? Dadasi. Dadasi. Voy xudoyim. Dadasi. Rashid. Voy tezroq. Dadang mazasi bo'lmayapti. Bo'laqa tez. Dadasi. Bola. Oyi, o'zi dadamga nima bo'ldi? Ertalab yaxshi edilar-yu. O'zim ham bilmay qoldim, o'g'lim. Bir pasda bo'lib ketdi. Ishga kiyinib ketayotgandilar. Bir payt meni chaqirib qoldilar, Shohida deb. Tepaga chiqsam, haligi ahvol. Yerda yotibdilar. Maqsadlari yo'q. Hech ham sog'liqlardan shikoyat qilmasdilar. Yo sizga biron nima deganmidi? Yo'q, sog'lom edilar. Faqat har zamonda shu qon bosimlari oshib turardi-da. Shifokorlar nima deyishdi? Birdan qon bosimlari oshgan. Tomirda tromb bo'lib, yurakka qon yetib borishi qiyinlashgan ekan. Infarkt bo'ldi deyishyapti. G'aflatda qoldik, bolam. G'aflatda bilmay qoldik. O'g'lim, men yuragim yonyapti. Yuragim. Qarindoshlarga boya shifoxonadan qaytayotganini xabar bergandim. Do'stlariga ham xabar berish kerakmikin? Oyi, dadamni yaqin ulfatlarini menda raqamlari yo'q edi. Qanaqib xabar bersam bo'ladi? Uyiga boraymikin? Dadangni telefoni bor-ku axir. Mana pastga olib tushib qo'ygandim, qo'ng'iroq qilgin.